Assalomu alaykum, Jiyaz Mebeldan aziz obunachilari. Xudo xolasa, bugungi videoda biz o'zimizda ishlab chiqarilayotgan oq va qora troykalarimizni Oshnam bilan birgalikda obzor qilib beramiz. Xudo xolasa, ko'rib turasizlar. Narxini videoda oxirida bilib olishingiz mumkin. Xudo xolasa, videomizni boshladik. Oshna, yaxshimisiz? Charchamasdan ishlar bo'lyaptimi? Oshna, shu mebellarni o'zi ishlab chiqarasiz, bemalol. Albatta biz ishlab chiqaramiz, birinchi qo'l. Birinchi qo'l. Videoda boshida manzilimizni aytib o'tamiz. Andijon shahar Soy eski mazavodni ichkarisida ishlab chiqarishlar hamma o'zimizdan ko'rishingiz mumkin. Oshna, bu mebellarimizni nimadan tayyorlanishini hamma yo'g'ini aytib o'tsangiz. Bir qator ko'rsatib qo'ying. Aha. Ichlar ramkalari 100% sasna, qo'shimcha materiallari dispa и panelka bo'ladi, qalin. Panelka bo'ladi. Undan tashqari oshiqcha ishlatilgan mahsulotlar yo'q umuman hech qanaqa. Macharkalarga kelsak, macharkalar ham 22 prot rossiyskiy macharka bo'ladi. 22 prot macharka bo'ladi. Yumshoqliklari qanaqa oshna buni? Yumshoqliklari ancha zo'r. Prujinasi bor tagida. 5 sm macharkasi bor ustida. И qo'shimchasiga yana sintifon bor. Bu material mo'shi emasmi? Mo'shi qilib ishlatsa ham bo'laveradi. O'zimiz ham ishlatyapmiz mo'shi qilib. Yuvsa, boshqa qilsa rangi ancha-munchaga o'chib ketmaydi. O'chib ketmaydi. Mana ko'rib turgan bo'lishlarni ditga qarab chiqarib beraverasizlar. Agar ikkita oz deysiz. Ha, chiqarib beraveramiz mana. O'ziga yoqqan dizaynni mana qilib rasmini tushirib beramiz, yo'qsa o'zimizni brendimizni tushirib beraveramiz. Xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar, bir-biridan ajoyib bo'lgan mebellarimiz faqatgina Jiyaz mebelda. Bu mebellarni bozorga chiqib oladigan bo'lsanglar, 800-9 ming dollarga bozorda yo'q bu ish. Bozorda yo'qmi? Faqat bizda bu ish. Faqat sizlarda, xudo xolasa. Birinchi qo'limiz bu biz. Birinchi qo'l. O'zlari ishlab chiqarishgan, oshnam o'zi ishlab oson o'zimizniki. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli mehmonxonalarga noshkalarni ko'rsatib qo'yingda. Noshkalarni. Turkiya noshkalari. Ko'rishinglar mumkin. Ancha pishiq. O'tirganda ham o'ta komfort his qiladi bu. O'ta komfort. Orqasida yostig'i bor, ancha sintifon ichida 100%. 100%. Bitta boshingizni qo'ysangiz ichiga kirib ketasizda. Xo'p, qorani ko'rdinglar akalar, o'ziga yarasha. Narxini videoda oxirida aytib o'tamiz, xudo xolasa. Endi oshna bizga ko'rib turgan oq rangli troykani Chester divan kreslo deyiladi. Buni ham ichiga misol ramkalarga kelsak, ramkalari sasna yog'och, qo'shimcha materiallarni yonboshlariga ramkalari MDF emas, dispa bilan panelka ishlatilgan. Oshiqcha narsa yo'q umuman. Oshiqcha narsasi yo'q. Tugmalari o'zini fasoni bor, Chester. Qo'shimchasiga prujinalarini ham ancha yaxshi narsa qo'yilgan, prujinasi ham. Nomi Chester ekan akalar, buni ko'rishingiz mumkin. Oshnam bitta o'tirib ko'rsatib bersangiz yumshoqligini ham. Xudo xolasa komfortni quchoqlab turadi, ha? Quchoqlab turadi. Molisiga ham bitta o'tirib ko'rsatib beraman. Yumshoqmi? Ancha yumshoq, prujinasi ham bor. Buni ham ichiga pampers qo'yiladi, ha? Buni ham ichiga pampers qo'yiladi, 5 sm ustidan macharka и sintifon qo'yiladi. Mana macharkaga tikiladi va orqa tomoniga sintifon qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tarafda ham. Kreslosini oyoqlari ham sasna yog'och, atrofi ramkasi MDF bo'ladi. Oyoqlari sasna bo'ladi 100%. 100% sasna bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Bu ko'rib turgan mahsulotlarni narxini aytamiz. Undan tashqari sizlarga ajoyib yangilik qilganmiz. Ushbu mahsulotlarni xohlasanglar halol to'lovga, xohlasanglar naqd pulga xarid qilsanglar bo'laveradi. Faqatgina bir dona pasport orqali bizni showroomimizga kelgan holatda. Oshna narxlarini aytamizmi aziz obunachilarga? Albatta aytamiz. Qorasini narxi necha pul oshna? Bozorda qanchadan sotilayotganini ham aytib o'ting boshida. $600 ham kerak bo'lsa sotganmiz buni, zakaz asosida qilib beryapmiz. $550 qilib beramiz. $550 bo'lishi kami ham bormi? Endi necha tushib berishimiz mumkin. Xudo xolasa. Ko'ni yo'l topsanglar o'tib beradi. Oqini narxini necha pul qilib beramiz? Oqini buni $450 qilib beramiz. Chunki necha monga narsalari qimmatroq, fasonlari Turkiya materiallari ko'proq ishlatilgan. Ichida oyoq noshkalari ham qimmatroq qilib kelgan bizga. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Uylar to'g'risi qo'yib qo'ysanglar ancha bogatlik qilib ko'rsatadi. Shu ko'rib turgan xon taxtamizdan sotiladimi xonamiz? Sotiladi. Uni ham ancha qilib beramiz. Ustalari qilgan, bu ham birinchi qo'l bo'ladi. O'zimizda bitta tortmasi bo'ladi, katta. Bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu turishi 2 metrga 90 bo'ladi, $200. $200 kami bor.
kami tushib berish mumkin endi. Bo'lmasam tushib bermaydi. Chunki o'zi oxirgi qadalishida bu ham. Xudo xolasa. Keyin ushbu ko'rib turgan mebellarni, trokelarni xuddi shu ranglardan ham chiqarib berar ekan akamiz, aytish bo'yicha o'zi ishlab chiqaradi. Xuddi shu mebelni ham keyin shunaqa ranglarda chiqarib berishimiz mumkin. Ko'rsatib qo'ying. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli. Buni narxi necha pul dedingiz oshna? $450 qilyapmiz. $450. Xohlasanglar naqd pulga, xohlasanglar halol muddat to'lovga olib kelib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi akalar. Xudo xolasa bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Manzilni yana bir marta aytib o'tamiz. Manzilimiz Andijon shahar vodiyda, Soy eski mazzavodni ichkarisida o'zimiz ishlab chiqaramiz deyapti akamiz. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Rahmatulloh. Xudo xolasa kutib qolamiz.